Assalomu alaykum. Sizlar bilan birgalikda Faberlik ilovasida mahsulotlarni zakaz qilishni o'rganamiz. Demak, pastki qismdan savatcha belgisiga bosamiz. Bu yerda sizga o'zi yo'riqnoma ko'rsatib ketaveradi. Bitta paket sizga 900 so'm evaziga avtomatik tarzda qo'shiladi. Sabab, siz turli xildagi istalgan mahsulotlaringizni buyurtma berganingizda aynan mana shu polietilen paketga solib, sizga buyurtmangiz qo'lingizgacha yetkazib beriladi. Va katalog narxlaridan ichki narxda, chegirma narxida olish uchun siz avvalo albatta Faberlik kompaniyasiga a'zo bo'lishingiz va kamida 150 ming so'mlik xaridni amalga oshirishingiz kerak bo'ladi. Agar siz Faberlik mahsulotlarini ishlatishni yoqtirsangiz, uni ichki narxda xarid qilmoqchi bo'lsangiz, bizga bog'lanishingiz mumkin. A'zo bo'lish mutlaqo bepul va sizni kattagina komandamizga kutib qolamiz va taklif etamiz. Demak, mana bitta polietilen paket qo'shildi. Endi umumiy ko'rib chiqishimiz mumkin. Misol uchun siz bu yerda bosh qismiga o'tadigan bo'lsangiz, bu katalogda chiqqan yangi tovarlarni ko'rib chiqishingiz mumkin. Mana misol uchun yangi katalogda chiqqan Kaurizen ayollar ifori. Mana shundan buyurtma berish uchun siz mana bu savatcha belgisiga o'tasiz yoki to'g'ridan-to'g'ri ustiga bosadigan bo'lsangiz, mana atir haqida bir qancha ma'lumotlar, suratlari beriladi. Mahsulot haqida bo'limidan siz ma'lumotlar olishingiz, tarkibini ko'rib chiqishingiz, qanday qilib qo'llanilishi haqida mahsulotlarni ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Va albatta, xarid qilgan xaridorlarni mahsulot haqida fikrlarini bilan tanishib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda siz yangi chiqarilgan mahsulotlarni ko'rishingiz mumkin. Endi ixchamroq ma'lumotga ega bo'lish uchun tovarlar bo'limiga o'tamiz. Bu yerda sizga kerak bo'ladigan mahsulotlar alohida bo'limlarda berilgan. Misol uchun, uy bo'limini tanlaydigan bo'lsangiz, bu yerda faqatgina uy ro'zg'or mahsulotlari, uy uchun ishlatiladigan kosmetik va tozalovchi vositalar, aksessuarlar berilib o'tilgan yoki spreylar bo'lishi mumkin. Mana idish-tovoq parvarishlash uchun istalgan mahsulotni bittasini qo'shib ko'ramiz. Mana qo'shildi yoki ichkaridan ko'rib qo'shishimiz ham mumkin. Ma'lumotlarga ega bo'lishimiz mumkin. Va yana siz bolalar uchun shampun izlayapsiz. Mana soch parvarishi shampunlar. Mana bu yerda bolalar uchun bir qancha soch parvarishi mahsulotlari yoshiga bog'liq holatda kelib chiqadi. Misol uchun, mana bu yuqoridagi shampunlar 3 yoshdan boshlab bolalar uchun. Mazkur shampunlar esa 1 yoshga to'lgan bolalardan boshlab ishlatish mumkin. Savatga bo'limini bossak, savatimizga qo'shiladi. Mana shu kabilarni ko'rib chiqishimiz mumkin. Mana endi savatni o'ziga qaytib ko'ramiz. Bu yerda mahsulot miqdori ko'rib turganingizda 183.900 so'mlik bo'ldi va sizda ichki narxi va katalog narxida mahsulotlar berilyapti.
Endi bu yerda sizga kerakli narsalarni ko'rib chiqdingiz va davom ettirishni bosasiz yoki aksiyalar bo'limiga o'tasiz. Aksiyalar bo'limida mazkur katalogda aksiyaga tushgan turli xildagi mahsulotlar berilyapti. Misol uchun, siz xarid qilgan har bir 3000 so'mlik xarid uchun mana shu tushlardan bittasi har bir 3000 xarid uchun istalganini siz 32700 so'm ichki narxda olishingiz mumkin. Misol uchun biz Maxi tushini tanladik. Mana qo'llashni bosamiz va savatga qo'shiladi. Yoki pudra, pomada, atir bo'lishi mumkin bu yerda. Ayrim vaqtlarda turli xildagi vitamin komplekslari qo'shiladi. Bu endi har bir katalogda bo'layotgan aksiya va chegirmalarga bog'liq. Hamda siz davom ettirish bo'limini bosasiz, tasdiqlaysiz. Shu bilan sizni buyurtmalaringiz tasdiqlanadi va keyingi bosqichda to'lovni amalga oshirsangizgina siz tasdiqlagan buyurtma, demak, chegirma narxida sizga yetkazib berish uchun yig'ila boshlaydi. Toki to'lovni amalga oshirmas ekansiz, bu shunchaki sizda xarid ro'yxatida turadi va yetkazib berilmaydi. To'lov qilganingizdan so'ng mahsulotlar yig'ib sizni ko'rsatib o'tilgan manzilingiz bo'yicha yetkazib beriladi. Demak, bu yerda jami bo'layapti 1 kilogramm atrofida vazni qilgan buyurtmamizni. Bali 8,63 bal. Katalog narxi 270.600 so'm bo'lish kerak edi, lekin sizga ichki narxda 216.600 so'mga yetkazib beriladi. Demak, a'zo bo'lib ishlashning foydalaridan biri bu albatta sizni ichki narxda mahsulot xarid qilishingiz imkoniyati. Va shu narsani aytib o'tishimiz kerakki, siz agarda yangi maslahatchi bo'lsangiz, yangi ro'yxatdan o'tsangiz, sizga kompaniya tomonidan qimmatbaho sovg'alar taqdim etiladi. Bu sovg'alarni qo'lga kiritish sharti, siz katalog narxida 375.000 so'mlik xaridni mazkur katalog davomida amalga oshirsangizgina bu sovg'alar sizga taqdim etiladi. Tovarlar bo'limida bir qancha bo'limlarni ko'rib chiqsak bo'ladi. Aksiyalar bo'limi, chegirmali savdo, xizmat bo'limida umumiy kelib chiqadi, parfyumeriya. Ichki qismida erkaklar va ayollar uchun alohida mahsulotlar. Moda qismida siz quyoshdan saqlovchi ko'zoynak, aksessuar, sumka, oyoq kiyimlarni, sog'liq bo'limida turli xildagi fitochoylarni, biologik aktiv qo'shimchalar, vitamin komplekslar va boshqalarni, makiyaj bo'limida esa makiyaj uchun turli xildagi vositalarni alohida yo'nalishlarda, guruhlarda bemalol kuzatishingiz mumkin bo'ladi. Agarda siz fabrikada ishlashni xohlasangiz
a'zo bo'lishni istasangiz, tezlikda murojaat qilishingiz mumkin yoki video tagida qoldirilgan silkaga o'tib, bepul a'zo bo'lishingiz mumkin yoki a'zo bo'lmoqchi bo'lsangiz, qoldirilgan telefon raqami orqali bog'laning. Sizga ko'mak berishdan mamnun bo'lamiz va mehrli Faberlik oilamizda sizni kutib qolamiz. Video sizga manzur bo'lgan bo'lsa, manfaat olgan bo'lsangiz, bizga like tugmachasini bosing, yaqinlaringizga ulashing, kanalga a'zo bo'lishni unutmang. Savol va takliflaringizni kommentariyada kutib qolamiz. Xayr, salomat bo'ling.